yapon tilida so'z oxiriga qo'yiladigan qo'shimchalar. O, ni, de hamda qo'shimchalari. O qo'shimchasi so'zlar oxiriga qo'yiladi va o'zbek tilidagi ni degan ma'noni beradi. Misol uchun, ga o mimas. Kino ko'raman. Yoki bo'lmasam, jusu o nomimas. Sharbatni ichaman. Yoki bo'lmasam, tegami o kakimashita. Xatni yozdim yoki xat yozdim deyiladi. Ocha o nomimas. Choy ichaman. Dimotsu o okurimas. Yukni yuboraman, yukni jo'nataman degan ma'noni beradi. Xo'p, ikkinchi qo'shimcha. Bu de qo'shimchasi. Xo'p, bu qo'shimcha orqali biz predmetlar yordamida biror bir ish harakatini bajaramiz. Misol uchun, hashide tabemas. Ovqat cho'plarida ovqat yeyman. Yoki bo'lmasam, denshade ikimas. Poyezdda boraman. Keyingisi supunde tabemas. Qoshiqda yeyman. Hop, keng qo'shimchamiz bu qo'shimchasi bo'lib, ya'ni bu manzillarga nisbatan ga degan ma'noni beradi. Misol uchun, kaysha ikimashita. Ishxonaga bordim. Gakko ikimashita. Maktabga bordim. Yoki ginko ikimashita. Bankka bordim. Bu ham hozir yuqoridagi uchala so'z ham manzillar, ya'ni biror bir joyning manzili degan ma'noni beradi. Xo'p, oxirgi ni qo'shimcha. Ni qo'shimchasi asosan ismlar so'ngiga qo'yiladi va o'zbek tilidagi ga yoki dan degan qo'shimchasini beradi. Misol uchun, Suzuki-san ni okane o kashimashita. Janob Suzukiga pul qarzga berib turdim. Yoki Suzuki-san ni okane o karimashita. Janob Suzukidan pul qarz oldim. Bu ni qo'shimchasidan keyingi keladigan fe'llarga qarab bu ni qo'shimchasi yoki ga bo'lib tarjima bo'lib keladi yoki dan bo'lib tarjima bo'lib keladi.